skuter dastavkalarimiz davom etmoqda. Mana ikkita skuterimizni, bittasini Toshkentga, bittasini Surxondaryoga chiqarib beryapmiz. Tank 5 Pro modelimiz 16 ballon, sakkiz diskalik, oldi tarafi GTX tormozli, orqa tarafi Tros tormozli bo'ladi akalar. Ballonlari xuddi shunday redline chiziqli bo'ladi, ya'ni qizil chiziq tortilgan bo'ladi akalar. 20 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Bitta quvvatida xudo xolasa 50-60 km masofani bemalol bosib o'tadi. Sidinalari 2 o'rindiqli bo'ladi. Mana akalar. Qora, yashil hamda seriy ranglarda mavjud akalar. Tezliklari DTS'da 24 dan oshmaydi, sportda 55-60 tezlikka chiqarsa bo'ladi akalar. Narxi chegirmada 5 million so'm. Oldi orqaga yurish xususiyatlari bor. Buni Toshkent Sergeliga jo'natyapmiz. Bunisi esa 14 cho'ntak modeli. Mana akalar. 14 ballonli bo'ladi. 20 likdan 4 ta akkumulyator joylashtirilgan, bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi akalar. Motor quvvati 240 vatt, DTS'da 24 dan oshmaydi. Agar tezlatib ber desanglar, buni ham 55 ga chiqadigan qilib bersa bo'ladi. Xo'p, orqaga yurish xususiyatlari bor. Telefon qo'yish uchun pastavkalargacha bo'ladi. Ranglari qora, seriy, tovlanuvchi ranglarda mavjud bo'ladi akalar. Narxi chegirmada 3 million so'mdan chiqadi. Skuterlarimizning komplektida zaryadka bakovoy, kaska jiletlarigacha bo'ladi akalar. Mana barcha turdagi skuterlarimizdan bor. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.